Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Qiyin qistab. 10-qism. Keyin putlarim bo'shab, beshim oylanib yerga yiqilib tushdim. Taxminan 1 soatga yaqin sarongdek bo'lib qoldim. U yerni buningdan ko'p eslayolmayman. Ko'zim ko'rib turgan bu holatlarga ishongim kelmas edi. Bir odamning beshini putiga bog'lab, sanduqqa solib ustidan qulublab qo'ygan edi. Sanduqning ustidan qushish shaklida 2 temir qalayni yepishtirib qo'ygan ekan. Men tunji ko'rgan sanduq ichidagi insonning odamligidan asar qolmagan edi. Allohim, Allohim, ya Allohim, bu nima? Shuncha qiynoqqa chidag'an aqlim endi bu yerga kelganda chiday olmadi. O'ng tarafimdagi sanduqdagi odam ingravotgan edi. Darhol uning yeniga berib gap qilgan edim. Mening so'zimni his qila olmas darajada qiynayotgan ekan. 3-sanduq oldiga bordim. U yerdagi odam o'lib bo'lgan bo'lib, hatto chirib ketgan ekan. Men bu rayonda avaylab minib, hamma sanduqni ko'rib chiqdim. Ko'pincha sanduqdagi odam o'lgan. Ba'zida chirib ketgan. Ba'zida yengidan o'lgan. Yana ba'zida jon talishayotgan odamlar bor edi. Men bu rayonda sanab bo'lolmaydigan darajada ko'p sanduqlarni ko'rib chiqdim. Shundaq ko'rib yurib, bir chetdagi sanduqdan saq odamdan birini topdim. Hatto uning bilan ko'zlarim uchrashdi. U ko'zlarining bechoralik bilan qalbim his qilib bo'lolmaydigan ma'nolarda qarayotganligini hargizmi unutolmayman. Hatto u holatni so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Uning tikilib qaraganimda u menga qo'rqish bilan qarab turadi. Ko'zim ko'rib turgan bu vahshiy manzara sababli bir eg'izmi gap qila olmay ozroq turib qoldim. Keyin bu hargizmi tushum emas deb o'yladim-da, uningga gap qildim. Qo'rqmang. Menmi mahbus? Mendan hargiz qo'rqmang, dedim. Bu odamning ko'ziga tushayotgan oy nuridan bilgan edimki, u odammi Xitoy qiynog'ining qurboni edi. Keyin yig'lagan holim bilan so'radi. Tog'a, qachondan beri bu yerda siz? Pes ovozda nihoyatda qiynalib, zo'rg'a javob berdi. Men yaqinda keldim. O'g'lim, bir yo'lini tepib bu azoblardan meni qutqaz. Sendan o'tinay o'g'lim. Chiday olmayapman. Menga bir yaxshilik qilgin. Ya'ni shu topning o'zida gelimdan bo'g'ib meni o'ldirayotgan, dedi. Men yiqildab yig'lagan holda, hargizmi undaq qila olmayman. Buni hargizmi undaq qila olmayman, deb ho'ngrab yig'lashga boshladi. U odam rostilla chiday olmayapman. Menga iching og'risin bolam. Bir necha kundan beri bu sanduqning ichidaman. Bu yerga nurg'un ahli ilm ustozlar bilan birga kelgan edim. Ularning hammasi o'ldi, lekin men texicha o'lmadim. Jinim bag'li qiynalib ketdi. Tez bo'lgan o'g'lim, meni o'ldirayotgan, dedi. Men uningga, sizni bu yerdan qutqizaman. Bir oz saqlang. Hozir harakat qilsam, navbatchilar meni ko'rib qoladi. Uninggacha birdan paranglashaylik dedim-da, o'zimni sanduqning yon tarafiga qo'yib yotdim va "Aybingiz nima edi, tog'a?" deb so'radim. U odam holsirg'an ovozi bilan, "Men bir boshlang'ich maktab o'qituvchisi edim. Keyin Xitoyning majburlashi bilan inqilobchi bo'ldim. Kommunizm kelgandan keyin meni o'qituvchilikdan ilib turmaga qarovul qilishdi. Bu jarayonda kommunizmning nimaligini yaxshi bilib yetdim. Ondan xalqning oldiga chiqib, kommunizm cho'ng yolg'onchi, xuddi fashizm kabi deb haqiqiy ahvolni xalqqa dedim. Keyin meni tutib turmaga tashladi. Men u turmaning qorong'u kamerada 2 yildan ko'proq turdim. Ondan bu yerga elib kelishdi. Bu yerda odam uzoq bo'lsa 15 kun yashaydi ekan. Bu yerning nomi o'lim vodisi ekan. Bu yerda ular ta o'lguncha suv yoki nonmi bermaydi. Sendan o'tinay o'g'lim, meni tizdan qutqaz.
chidayolmayapman. Beshim erishga boshladi, dedi. Uning so'zlarini anglagancha yuragim va butun badanim zir-zir titrab ketdi. Bu nejis Xitoylar o'limni nemishqa bunchalik suzudi? Albatta buning javobini asta-asta bilayotgan edim. Faqat qonxo'r ruhiyatlarni to'ndirish uchun, vahshiylikka to'ymaganliklari uchun. Bu odamni qutqizishga bel bog'lab, sanduqni sundirmoqchi bo'ldim. Lekin kuchim yetmay sundira olmadim. Oddiygina selingan qulupni xili ko'p kuchash bilan oxiri sundirdim. Ondan uni sanduqdan chiqardim. Lekin u ma'olmas edi. Shu sababli bir soatcha uning bilan mashg'ul bo'ldim. Oxirida u nihoyatda qiyinchilik bilan mengishga boshladi. O'zim o'tgan sim to'siq ostidagi yo'ldan uni o'tkazdim. Keyin chiqish yo'lini tafsiliy deb berdim. Tez keting tog'a. Sim to'siqqa uchrashguncha uddul pastga qarab mengayverasiz. Ondan sim to'siqqa uchrashganda shu joydan bir yer tepib chiqib olasiz. Lekin ehtiyot qiling. Sim to'siqqa elektr toki ulangan, dedim. Agar u odam qo'lga tushib qolmasa, bu yerdan qochalaydi deb o'yladim. Va agar qo'lga tushib qolsa, orzusiga yetib o'ldiriladi. U dunyodagi joyini bilmayman. Lekin bu dunyodagi qiyin qistoqlardan qutuladi. Put qo'limda holsizlik bo'lg'achqa, boshqa sanduqlarni ocholmaydigan holga kelib qoldim. Ularning ko'pi o'lik jasadlar bilan to'lgan edi. Nihoyatda qo'rqinish bilan men o'tgan to'shikdan o'malab minib, bu yerdan yana Tosh-tog' tarafga chiqib oldim. Ondan qamoqxonaga qaytish uchun ketib o'tib, yo'lda hushimdan ketibman. Hushimga kelganimda bo'lsa, putimdan to'risqa esilgan ekanman. Ular hushimga kelganimni ko'rib, to'xtamay qamchilab, butun urug' tuqqanlarimni qitib, nihoyatda sat gaplar bilan haqoratlab tillayotdi. Ammo men bu qamchilardan ko'ra sanduqlar vodisida o'z ko'zim bilan ko'rgan ahvollardan bakrak azoblanayotgan edim. Butun vujudim va ko'z oldimda sanduq ichidagi dahshatli ko'zlar va qayta echilmaydigan ko'zlar, insonlarning chirib ketgan jasadlari, badanimga tegayotgan qamchilarni sezdirmagan edi. O'lim vodisida ko'rganlarimni hech kimga ayta olmas edim. Faqat ularga "Menga quloq solinglar, menga quloq solinglar" deb vaqiradim. Ahmad oldimga kelib, sig'iz chaynagan holda so'radi. "Kamil, sana biror ish bo'ldimi?" dedi. Tilimga kelgan har narsa bilan uni tillag'ach, esilgan holimda uning chiroyiga qaradim. Sig'iz chaynagan erkak nihoyatda xunuk ko'rinar ekan. Pat-pat, taq qilib qo'yar edi. Hatto uning shu sig'iz chaynishini bir necha yillargacha ko'z oldimdan ketkizolmadim. Birinchi qatim tayoq zarbasidan uning oldida yig'lagan edim. Ahmad kulimsiragancha so'radi. "Mendan biray yordam talab qilamsan?" Men uningga har qanday qiynoqqa rozimanki, lekin seni qayta ko'rishga chiday olmayman, dedim. "Undaqda yaxshi. Qayerga bording?" dedi. Uxlab qoptiman. Kishanlaydiganlaring ko'rmay qopdi meni. Men qanday qilay? Yerim kecha bo'lganda uyg'onib, bu tarafga qarab kelayotgan edim. Yo'lda hushimdan ketibdiman. Mendan nima talab qilasan? Fahishaning qo'li, degancha uningga qarab tukurdim. Qamchini Ahmad qo'liga oldida oyimay urishga boshladi. Kechada ko'rganlarimdan ta'sirlanib yig'lar edim. Lekin tegayotgan qamchining azobini shuningga bahona qilayotgan edim. Meni bir necha soat urishdi. Qo'llarim va yuzim shishib ketgan edi. Men bu qiynoqlarning azobini unutib ulgurmasdilar. Ahmad oldimga yana keldi. Onu ko'rib, "Allohim baloyingni bersin. Yana keldingmi? Onangni sotgan itsan?" dedim. Aslida bularni it deganimdan afsuslanaman. Chunki itlar bularchilik rezillik qilmaydi. Ammo ochiqimni chiqarish uchun ularni it deyishga odatlanib qolibman. Mening tillashlarimdan keyin g'azablik ohangda boshqa mahbuslarga gap qilib, "Biz Komil bilan kelishib olgan edik.
birden men bilan tillashib baqdi xolos. Bo'lmasa uning meni tillashga haddi emas, dedi. Paskash g'ururini qo'g'dab qilish uchun shu yolg'onni to'qigan edi. Ondan yanimga kelib ostag'ina qulqumga pichirladi. Buning bedelini albatta o'taysan. Shuning uchun hozircha rahatlanib ol, dedi. Yuziga qarab tükürdüm. Biroq u yana seg'izini chaynag'ancha menga tikilib qarab, "Bechora, sana nimalarni qilishimni bilganingda edi, hargiz bunda qilmagan bo'larding", dedi. Qilmishimning bedelining og'ir bo'lishini bilar edim. Ammo hamma narsaga rozi edim. Chunki uni xumorim chiqqıcha tilib oldim. Boshqasi bilan ishim yo'q edi. Bir hafta Toshkentga bora olmadim. Meni kamerga yolg'iz tashlab qo'yishdi. Bu jarayonda obdalla aram elib oldim. Bir haftadan keyin yana Toshkentga elib berishdi. Bu joyda yiliqqa yaxshiroq soqchini yolg'iz uchratib qoldim. Men uningga "Sizda o'zgacha narsa borligini sezyapman. Siz kim? O'tinay aytib bering" deb uningdan o'tinib so'radim. U atrofga bir qarab o'tgandan keyin past ovozda javob berdi. "Kel, sana aytib beray. O'zim ham yerilib ketay deyapman", dedi. Mahbuslardan ozroq yiroqqa berib, meni yolg'ondan qamchilar edi. Men yolg'ondan vaqirab qo'yar edim. U gap qilishga boshladi. "Men professorman. Kommunizm kelgandan keyin qo'rqinchli siyosat haqida bir necha eg'iz gap qildim. Meni bu yerga xizmatchi qilib tayinlashdi va professorligimni qo'limdan elishdi. Bu yerlarga umuman chidolmayapman. Kommunizmning changaliga tushdim. Ba'zilar cho'ng maydonlarda xohlagan narsalarni aytishib, bu rejimning qo'liga tushmaslik uchun haroq sharob ichira edi. Men bir professor, ular bo'lsa oddiy xalq. Lekin ular kommunizmning nimaligini mendan yaxshiroq tushunib yetishgan edi. Kommunizm zulmni qonunlashtirmadi. Lekin zulmning qonunlarini insonlarning eng'iga singdirishgan edi. Butun dunyo tushunmayotgan narsa mana mushu edi", dedi. Bu soqchimi kommunizmning yolg'on va'dalariga aldangan ekan. Nihoyatda cho'ng pushaymonda edi. Kommunizm sababli ezib, keyin qilgan pushaymonlar asla foyda bermas edi. Tuyg'ularga hech qachon ahamiyat bermaydigan, ozroqmi hurriyatni qadrlamaydigan, lekin har doim hurriyat haqida gap qiladigan kommunizm musulmonlar bilmaydigan shaklda xomush yashamoqda edi. Ba'zida xiyolimga to'y qilishga putishgan qiz kelib qolar edi. U hozir qayerdadir? Xiyollarimda uning bilan gaplashar edim. Lekin hech kim xiyolimni turg'unchilik banat qila olmagan edi. Uni bir qatim ko'zlarim bilan ko'rsam edim. Bu dunyoda uni o'z ko'zlarim bilan ko'rishni xohlayman. Demak, oxiratda ham uni ko'rishni xohlayman. Agar uni bu dunyoda ko'rolmasam, oxiratda bo'lsa-mu ko'rishga roziman. Turg'un ichimni yiqib kul qilmoqda edi. U o'tning yalqinlariga o'xshamaydigan boshqacha yalqinlash edi.